Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Xolasa yangilik 150 kilolik qo'yxonam, 150 kilolik yem mesharkamizda ishlash jarayoni mana to'lib, toshib ishlayapti. Hop, bunda silos, somon, makkapaya, pichan, yanta, poxollar aralashtirilgan. Ustiga mana bunaqangi mana po'q paxtani anaqasi sorti, pastroq sorti. Ketak. Xolasana solih hammasi qo'yga yem tayyorlayapmiz. Xolasa yem tayyor va to'kishga tayyor. Ishlashi ko'raverasizlar. Mana holatda apparat bez reduktor bo'ladi. 3 kW 1,5 minglik оборотный motor, через reduktor shkip shesterni. Ular как reduktor vazifasini bajaradi. Ammo tirillab turishiga shesterlarga atrab o'tkazilish shkipdan haydab qo'yilsa, ovoz pasayib ketadi. Xolasa yem tayyor. Ko'raveramizmi? Tayyormizmi? Ochib ko'raveramiz. Ketdi mana bu. Mana tayidan olingda, faqat tutmang. Mana tayiga tiqib turing deb tortsangiz, o'zi tushaveradi. Gururlar to'k boradi ichida yemini bir pasda, xohlasa. Shunga yemni mana ko'rishlar mumkin. Hamma joyida hamma narsasi bor. Hamma yo'q, mana tekisda aralashgan. Bo'ldi, o'chiravering. Uncha tayida qolgani bo'ladimi, qo'lda tortib olinaveradi. Mana yemni ko'raverasizlar. Har bitta burchagida hamma narsa aralashgan, teng taqsimlangan. Xolasa yemlarni sifati a'lo bo'ladi. Qo'ylarga ham, mollarga ham ish berish shunaqasi yaxshi bo'ladi xolasa. O'rta hisobda 5 minut 7 minutda bitta yem tayyor bo'ladi ichiga solinganda, aralashtirganda. 150 kilolik yem meshalka 220 tokka ishlayapti mana. Agar videoda aytmagan ma'lumotlarimiz bo'lgan bo'lsa, tushunmagan savollaringizni pastga telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zlaringga qiziqtirgan savollarni berib, javob olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar. Rahmat.